Mana hozir bu bemorimiz ikkinchi kurslik natijasi, mana hassasi ham turibdi. Bu yoq onasi bo'ladi. Shu hassada qancha yurdi bu yoq? Ancha bo'ldi. 1 yildan beri hassasiz yurmasdi umuman. To'g'rimi? Faqat hassa bilan yuradi. Mana Alloh shifo berib, hozir mana bemorlar yuryapti ikkinchi kursimizda, ikkinchi kunlari. Ana opa siz ham guvoh bo'lyapsizmi? Bu yoq qanaqa holatda edi? Qizlar xafa bo'lib kelgan edi. Tushkunlikka tushib, ta'sir qiladimi, qilmaymi degan gaplari ham bo'lgan edi. Birinchi kursdan keyin mana o'zi hassani tashlab, biz ham rosa suyunyapmiz. Alloh shifo bersin. Suyunib ketdik. Hali sizni nimadan hassani tashlab yurganingizga rosa suyundik. Alloh shifosini bersin. Mana bu yoqqa kelavering. Xursandmisiz yurayotganingizdan o'zingiz? Ha, xursandman. Onalari ham xursandchiligidan videoga syomka qilyapti bu yoq ham. Uyga jo'nataman, xo'jayiniga jo'nataman deb. Mana xudo xolasa, sekin-asta yana yurishlaringiz ham tezlashib, yaxshilanib borasiz. Bu bizga davolanguncha qayerlarda davolandinglar sizlar? Bu poliartrit kasalligiga. Ancha ko'p yerga bordik, doktorlarga bordik. Natijalar qanaqa bo'ldi u yerlarda? Yaxshi emas. Vaqtincha aniqlardi, ta'sir qilardi. Vaqtincha. Hozir mana ikkinchi kursimizni boshlanish davridasiz. Hozir mana yurishni bugun oyoqqa turdingiz, xudo xolasa. Boyani qo'lingizdan tortib turg'izdirdim majbur, to'g'rimi? Ana, yursa bo'lar ekanmi? Va bo'lar ekan. Qo'rqmayapsiz mana hozir? Oyoqda og'riqlaringiz yo'q. Yo'q, og'riq yo'q. Mana Alloh shifo beraman desa hech narsa emas. Hammasi Allohdan. Biz sababchi bo'lamiz xolos. Endi og'riqlardan hozir butkul qutulib bo'ldingiz, a? Og'riqlar yo'q hozir kelganlar. Og'riq qoldiruvchi dorilarni ham ichmay qo'ydingiz, a? Dori ichmayapman. Yaxshi. Garmondan bugundan uje chiqarishni boshlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa endi tashlaymiz. Xudo xolasa. Alloh shifo bersin. Poliartrit kasalligi bilan kasallangan bemorlar bor. Mana siz 4-darajasida keldingiz, yurolmaydigan holatga keldingizda. Endi shu 1-2 darajalari ham bor. Shu yo'qlar ham misol endi og'riq qoldiruvchilarni olib yurishibdi-da hozirda. Nima tavsiya berasiz ularga? O'sha og'riq qoldiruvchi olib yurishlik yaxshimi yoki bu tabiiy narsa davolanishlik yaxshi ekanmi? Yo'q, tabiiy narsa yaxshi-da. Organizmga ham, hammasiga. Endi bu narsani so'ragan sababi siz bizdan oldin juda ham ko'p ukol dori bilan davolangansizda, shuning uchun bor haqiqatni aytaverasizda. Tegmadi. Tabiiy davolanish kerak ekan. Alloh shifo bersin. 8 yil bo'ladi davolanganimdan. 8 yil bo'lyaptimi? 8 yildan beri shu dori-darmon kelyotgandik. Mana bu yil kelib Xudoga shukr mana shifo topib Alloh shifo bersin. O'zingiz qalaysiz? Siz onasisizda bu yoqda, onasi bo'lasiz, a? Onasi bo'lasiz. O'zida qanaqa shikoyatlar edi? Rahmat sizlarga. O'zim ham ancha sovqotish bilan shamollash azoyi badanimda. Oyoq og'riqlari. Nimalarimda shamollash bor edi. Ichki kasalliklar bilan kasallanib, shamollab, oyoq og'rim tizim bukilmas edi. Hozir bukilyaptimi tizzalaringiz? Bo'lib qolganman. Chapqilab yuribman xuddi yoshlarda. Alloh shifo bersin. Allohga shukr, sizlarga katta rahmat Jalolbek. Salomat bo'linglar. Xursandmisiz axir qiz yurganidan? Juda xursandman. Alloh shifo bersin, sog'ayib ketinglar. Sizga, xodimlaringizga katta rahmat. Alloh qaragan kasallarga shifo beraversin. Martabangiz ulug' bo'lsin, bundan ham ziyoda bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga.